Keyin pudralarni более byudjetnisini xohlaganlar rasipchitidan bundan olsalar bo'ladi, Macher'dan yoki Ocher brendi nima bunaqa rasipchiti pudralar bo'ladi. Bu hamyonbop pudrani xohlaganlar uchun. Lekin siz так, как сказать, более стойкие pudra xohlayotgan bo'lsangiz, жирный комбинированный кожаga Charlotte'ni вот mana bu pudrasi ham rosa idealniy qizlar. И mana bu yog'li aralash uchun mo'ljallangan Too Faced brendini Peach Perfect pudrasi. И Bobbi Brown pudrasi quruq ko'jalarga вообще idealni. Bu yog'li yuzlarga mo'ljallangan pudra. Ozgina plotniroq, xuddi nima deydi? Tonalkasiz ham ishlatsa bo'ladigan pudra bu. Juda ham dahshatli yopadi. И tir. Bu уже moda bo'lgan, uni уже hamma biladi, что kojasi quruqlar bilan ishlatsa bo'ladi. No bu pudralarni hammasini men 1, 2, 3-chi qism qilib qo'ydim, потому что men gapirgunimcha minuti ketib qoldi. To'liq ko'rish uchun yo YouTube'ga yo Telegramga kirib ko'rsanglar bo'ladi.